Mana shunday videoni qanday yasashni o'rganamiz. CapCut programmasini qora fon bilan ochamiz va добавить tekstdan biz xohlagan so'zni yozamiz va jирныйroq shriftni tanlab olamiz. Endi kadrimiz boshiga va oxiriga quloch qo'yamiz va tekstimizni oq fon bo'lgunga qadar yaqinlashtirib olamiz. So'ng krivoyni bosamiz va mana shu shablonni tanlab olamiz va videomizni ushbu nastroykalar bilan saqlanib qilib olamiz. So'ng yangi proyektdan biz xohlagan videoni tanlab olamiz va naложение orqali hozirgina saqlanib qilgan videomizni tanlab butun ekranga cho'zib olamiz. Keyin skleyka va затемнениyani tanlaymiz. Ushbu videoni saqlab, menga obuna bo'lishni unutmang. Ulijaman rasmga qo'y. O'n tillarda rasmga olaman. O'rgataman senga. Kamerani och. Kirdim. Portret rejimiga o'tqaz. Qanday o'tqizaman? Chapga olasan. Aha, bo'ldi. Konturni svet. Konturni 2x. 2x. Ana. Endi rasmga ol. Rasmga oldim. Rasmga kir. Kirdim. Xo'p, jo'natish belgisini bos. Сделать обоями. Aha, bosdim. O'ng tomonda 3 ta nuqtachani oldidagini bos. Mana bu. Endi bizda mana shu обои sifatida ishlatsak bo'ladi. Bo'ldi, добавить. Qimirlayapti. Parachkada bir-biringlarni jonli ko'rib turasizlar. Shunaqa qilib olinglar, jo'natib qo'ying egasiga. Rostdan ham 100 million yutib olsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi, yuring ko'rsataman. Eva 100 million so'm hamda 3 ta havo tozalagichni o'ynayapti. Har kuni 38 nafar g'olib aniqlanadi va ularning har biri 100 ming so'mni bonus yig'ish dasturida olishadi. Qarang, mashhura aksiyada ishtirok etish juda ham oson. Mana shu sariq tsennikli har bitta kosmetika bu chegirma degani. Qarang, BB kremlar. Agar siz ushbu kosmetikani 250 ming so'mdan oshig'ini xarid qilsangiz, siz o'sha aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. Voy, ustozim, u xodiviylarning hammasi bor ekan, zo'rlari bor ekan. Eva faqatgina original premium kачестводagi kosmetika sotadi. Endi 250 mingga xarid qildik. 100 millionni qanday yutib olaman? Endi sizga qizlar накопительный karta ochishadi va shu tariqa siz o'yin ishtirokchisiga aylanasiz. G'olib 1-yanvar kuni onlayn lototronda aniqlanadi. Yutib olmaganingizda ham zato original kosmetikani zo'r narxlarda oldik. Manzara esa Farg'ona parkini oldidagi Korzinka supermarketining oldida. Nazira opa, telefonimni yarqisini ko'tarsam ham qorong'i bo'lib qolaveradi. Nima qilsam bo'ladi? Qarang, telefoningizni yarqisini qancha ko'tarsangiz ham, lekin ekraningiz qora. Настройки kiramiz. Универсальный доступ. Display и размер текста. Eng pastiga tushsak, понижение точки белого. Shuni o'chirib qo'yamiz. Уже yarqisi ko'tarildi. Keyingisi движение va pastga tushib, oxirgisini o'chirib qo'yamiz. Va bizda mana ekranimizning yarqisi baland. Mana shunday foydali videolar uchun menga obuna bo'ling. Nazira bu. Qarang, jiyanlarimga YouTube'ga video qo'yib bersam, ular Instagramga kirib, mening peripiskalarimni o'qib o'tirishibdi ekan. Shunga Instagramimni bloklab qo'ysam yoki qanaqadir parol qo'yib qo'ysam bo'ladimi? Albatta. Qanaqa qilib? Instagram va любой приложенияларga Face ID qo'yib qo'ysang bo'ladi. Shunday o'sha приложениyaning ustiga bosasan va требовать Face ID. Endi yuzingni qil. Tanidim. Bo'ldi. Mana, endi Face ID so'rayapti. Kirding. Shu nastroykani har qanaqa приложенияларga qo'salaring bo'ladi. Telegram, galereya, вызов, SMS. Buni keyin olib tashlamoqchi bo'lsam-chi? Buni olib tashlamoqchi bo'lsang ham shunday ustiga bosasan. Ne требовать Face ID-ni bosasan. Bo'ldi. Shunaqa foydali videolar uchun menga obuna bo'linglar. Meni ismim Amina Halol emas. Qadrli kuzatuvchilarim, men Nazira Rasulovaman. Bunday reklamalar chiqsa, iltimos ishonmanglar, bularda hammasi yolg'on. Meni videolarimdan, rasmlarimdan, barchasidan mendan beruxsat olgan ravishda pulingizni ko'paytirib beramiz, 500 mingni 5 million qilib beramiz deb odamlarni aldab, pulini olishyapti. Assalomu alaykum. Mana ko'rib turganingizdek, halol va qonuniy ishlayman. Menga birov haqqi kerak emas. Xudoga shukr 3 ta bolam bor, baxtini o'ylayman. Haromli menga sizga to'g'ri kelmaydi, axir biz musulmonmiz-ku. Aslida to'g'ri, bunga sabab odamlarning o'zi. Shu qayerdagi safsatalarga, ertaklarga ishonib, pulini olib, 500 ming, 5 million qilib beramiz deb odamlarni aldab, pulini olishyapti. Aslida to'g'ri, bunga sabab odamlarning o'zi. Shu qayerdagi safsatalarga, ertaklarga ishonib, pulini olib, 500 ming, 5 million qilib beramiz deb odamlarni aldab, pulini olishyapti.
shuncha pulga tushib qolishyapti. O'zim ham hayronman. Topsangiz bo'lmaydimi? Ustilardan yozib bersangiz bo'lmaydimi deb hamma yozyapti. Qizlar, men shuni qilmasmidim. Ular hozir qidiruvda. Agar rostdan men bo'lganimda, hozir men ozodlikda yurmasdim. Sababi uni ustidan ariza juda ham ko'p. U odamlar chet elda yashaydi. Hech qachon siz pulingizni qaytarib ola olmaysiz. Shu masalada juda ham charchadim, juda ham jonimga tegdi. Oxiri yana ogohlantirib, yana bitta video chiqaryapman. Iltimos ogoh bo'linglar. Shunaqa reklamalar chiqsa, imkon qadar o'sha videoga spam bosinglar. Hammalaringga rahmat. Videoni imkon qadar tarqatib yuborishga yordam berasizlar degan umiddaman. Pulimni qaytarib ber moshennik degan xabarni deyarli har kuni olaman. Ehtimol bilan Amina halol reklamasi sizda ham chiqqan yoki bo'lmasam unga aldanganlardan birisiz. Afsuski bu holat deyarli 1,5 yildan beri davom etmoqda. Xohishoning qo'limdan hech narsa kelmayapti. Ko'pchilik menga yozadi, ularni sudga bermaysizmi, topmaysizmi deb. Albatta ularni ustidan harakat qildim, lekin qo'limdan kelgani shu bo'ldi. Ular bu moshennichtvani chet davlatdan turib Telegram kanallar orqali qilishadi. Hozircha ularni topishni imkoni bo'lmadi. Amina halol ustidan minglab arizalar bor. Qo'limdan kelgan yagona ish bu odamlarni ogohlantirish. Hattoki bir kun kelib meni nomim bilan mana shu asosiy profilim pulingizni ko'paytirib beraman degan videolar chiqsa ishonmang. Sababi bu profilim zlom bo'lgan bo'ladi. Men hech qachon bunaqa ish bilan shug'ullanmayman. Hech qachon sizlardan pul so'rab chiqmayman. Meni kasbim umuman boshqa. Hattoki mana shu chiqargan videomni ham sun'iy intellekt yordamida o'zlarini foydasiga ishlatishlari mumkin. Agarda siz o'sha aldanganlardan bo'lsangiz, siz uchun afsusdaman. Pulingizni qaytarib ololmaysiz. Bu videoyimni imkon qadar tarqatib yuborishga yordam bering. Sababi ularga ko'pincha qiynalgan odamlar aldanishyapti. Hurmat bilan, Nazira Rasulova. 1 yil avval men ertangi kundan qo'rqib yashardim. Qarzlar, doimiy tashvish, qanday chiqish yo'lini topishni bilmasdim, to halol yo'lni topgunimcha. Halol, shar'iy asosda. Bugun ishonmanglar, iltimos, bu yolg'on. Meni endi eski rasmlarimni topib, shunaqa video ishlabdi, bu haromlar. Bu videoda hammasi meni rasmlarim, videolarim, lekin u yerda gapirilayotgan narsalar umuman yolg'on. Men sayohat qilaman, to'g'ri, daromad qilaman, lekin o'zimni mehnatimga, o'zimni pulimga sayohat qilaman. Men hech qanaqangi pul ko'paytirishni o'rgatmayman. Men hech qanaqangi pullaringni ko'paytirib, treyderlik bilan shug'ullanmayman. Iltimos, shu videoni общий gruppalaringga, kanallaringga iltimos tashab beringlar, odamlar ogoh bo'lsin, aldanib qolmanglar, o'rtoqlar, iltimos. Meni ismim Amina halol emas. Qadrli kuzatuvchilarim, men Nazira Rasulovaman. Bunday reklamalar chiqsa iltimos ishonmanglar, bularning hammasi yolg'on. Meni videolarimdan, rasmlarimdan, barchasidan mendan beruxsat olgan ravishda pulingizni ko'paytirib beramiz, 500 ming deb 5 million qilib beramiz deb odamlarni aldab pulini olishyapti. Assalomu alaykum. Mana ko'rib turganingizdek halol va qonuniy ishlayman. Menga birov haqqi kerak emas. Xudoga shukr 3 ta bolam bor, baxtini o'ylayman. Haromlik menga sizga to'g'ri kelmaydi, axir biz musulmonmiz-ku. Aslida to'g'ri, bunga sabab odamlarning o'zi. Shu qayerdagi safsatalarga, ertaklarga ishonib shuncha pulga tushib qolishyapti. O'zim ham hayronman. Topsangiz bo'lmaydimi? Ustilardan yozib bersangiz bo'lmaydimi deb hamma yozyapti. Qizlar, men shuni qilmasmidim. Ular hozir qidiruvda. Agar rostdan men bo'lganimda, hozir men ozodlikda yurmasdim. Sababi uni ustidan ariza juda ham ko'p. U odamlar chet elda yashaydi. Hech qachon siz pulingizni qaytarib ola olmaysiz. Shu masalada juda ham charchadim, juda ham jonimga tegdi. Oxiri yana ogohlantirib, yana bitta video chiqaryapman. Iltimos ogoh bo'linglar. Shunaqa reklamalar chiqsa, imkon qadar o'sha videoga spam bosinglar. Hammalaringga rahmat. Videoni imkon qadar tarqatib yuborishga yordam berasizlar degan umiddaman.